Angrenliklar, hamshaharlar, juda ham ko'p odamlar havolar sovayotgani uchun ijaraga uy qidiryapti. Mendan ko'p odamlar so'rayapti. Shuning uchun kimda ijaraga uyi bo'lsa, aytsin, shunday bepulga e'lon qo'yib beramiz. O'zlaringiz faqat egasini raqamini qoldiramiz, o'zlari bilan yuzma-yuz gaplashib olasiz. Ular o'rtada hech kimsiz. Hozir ham mana bitta bir xonali uy topib qo'ydik. Hozir bu uyni ham sizlarga ko'rsatib chiqaman. Faqat ijaraga beradiganlar ham chiroyli narxda, xalqni o'ylab, xalqbob narxda bersa, juda ham zo'r bo'lardi. Shuni so'rab qolaman. Buni ikkinchi etajdan ijaraga uy topib qo'ydik. Uyimizni juda ham yaxshi holatda ekan. Kirgandan bir xonali uyimiz. Bu tomonda birinchi xonamiz, katta yaxshi zal ekan. Xona qilsa ham bo'ladi. Menga kichikroq uy kerak deganlar uchun oshxonada xolodilnik, gaz plita kiradigan mashina avtomatidan bor. Egalari ijaraga beraveraman dedi. Pastda raqamlarni qoldirib qo'yaman. O'zlaringiz kelishib olasizlar. Bu tomonda unitaz vannalari ham yaxshi holatda ekan. Ariston bor.